أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nizamuddin Esh-Shashi rahimahullah yazgan Usul-u Shashi namlıq bu kitabımızdan Hukmul Khasi minel Kitab degan yerga keldik. Endi biz oldingi darslerimizda bolsa biz Qur'oni Karimning delilni, yani muttafaq alayhi bo'lgan delilni to'rtga bo'ldik. Al-Kitabu va Sunnatu val Ijma val Qiyas deb to'rtga bo'ldik. Undan keyin Qur'oni Karimniki mabahis al-alfozlarini to'rt taqsimga bo'lib 20 qismga bo'ldik. Undan keyin shu 20 qismning birinchi taqsim vujuhun nazm. Vujuhun nazmni to'rtga bo'lib 4 qism. Onun birinci kısmı xas, ikinci kısmı amның ta'rifini oldingi darsimizda olgan edik. Xas degan nima degani edi? Xas degan lafzun wudi'a li ma'nan ma'lumin aw li musamman ma'lumin ala al-infirad deb ta'riflagan edik va bu ta'rifga biz yana bir ta'riflarni qo'shib yishib o'tgan edik oldingi darsimizda. Ya'ni xas degan maxsus, yani alohida bir ma'ni uchun qo'yilgan, bir ma'ni uchun qo'yilgan ya bir obyekt, ism qo'yiladigan bir narsa uchun, obyekt uchun qo'yilgan bir so'z. Bu alohida qo'yilgan, ayrim holda qo'yilgan dedik. Ayrim holda xos. Uning keyinidan amni biz nimadan ayirdik? Amni alal infirad, ya'ni ala sabili shumul. Am qanday qo'yiladi? Ayrim holda qo'yilmay hammini birlikte o'z ichiga oladigan shu bir ma'nining afrodlarini, bo'laklarni hammini o'z ichiga oladigan holda qo'yilgan deb ayirdik. Mushtarakni bir ma'ni uchun qo'yilmagan, balki bu bir qancha ma'niga qo'yilgan. Mutaaddida degan bir qancha ma'niga qo'yilgan, lekin bu bir qancha ma'ni hammini o'z ichiga olmaydi. Ala sabili shumul bilan o'z ichiga olmaydi, balki ala sabilil badal. Bedel yolu ile, yani ya onu aladı ya bunu aladı. Bundan yolu ile ölçük aldı deb ayırganıdır. Onun kendi muavvelini şu, eğer şu müşterekliğin mağazlarını bir irade kılınsa kalbini ölen muavvel buludu diyen idi o. Hoş. Hem de musannif bir yerde bizge am khasını birlikte keltirdi. Müşterek muavvelini birlikte keltirdi. Nima ish qilsa am khasning hukmi nima? Qat'iy. Müşterek muavvelinin hükmü zanni. Müşterek degan tabii ki zanni. Muavvel mi zanni? Qat'iy emas. Agar qachonki müşterek nimaga aylansa, qat'iy bilan muavvel ta'vil qilinsa, bu chaqda muavvel deb atalmaydi. Mufassir deb ataladi. Qachonki müşterek qat'iy dalil bilan nima qilinsa, nimaga aylansa, muavvelga aylansa buni mufassir deb ataymiz. Hem bunu müşterek hem demeyimiz onu var. Mucmel deyimiz hocam. Bu mucmel müfessirinin babı var. Mutakabilatının babı var. Hem de bugünkü dersimizde biz şu xasni hem de musannif bizge xas bilan amning ta'rifini umumiy deb bo'lgandan keyin birdan kirdi. Xasning hukmini deb berdi. Uning keyindan amning hukmini deydi. Endi xasning hukmi degan nima degan gap? Asli biz hukm desa nima deb tushunamiz? Hukm desa vacib, sünnet, farz deb tushunamiz. Asli hukm degan gap al-asarul mutarattibu ala shay. Yani bir narsaning asarul mutarattibu min ash-shay. Bir narsadan kelib chiqqan asar. Hukm degan gap bir narsadan kelib chiqqan asar. Biz xos deganni nima dedik? Maxsus bir narsaga qo'yilgan, ma'lum bir narsaga qo'yilgan so'z dedikmi? Bir so'z arab tilida ma'lum bir narsaga qo'yilgan bo'lsa, Qur'oni Karimda shu ma'lum bir narsaga qo'yilgan alohida xos so'z kelsa, bu sözün kirib chiqadigan asar nima? Bu so'z qanday ta'sir ko'rsatadi ma'niga desa,
bu so'zni kelib chiqqan asar bo'lsa, nima dedi musannif, nima deydi? Shu so'zga amal qilishning vojibligidir deb so'zlaydi. Shu so'zga amal qilishning vojibligidir. Endi biz diqqat qilishimiz kerak. Bu nihoyatda kitob muxtasar kitob bo'lganligi uchun bu yerda intayin musannif gapni qisqa so'zlaydi. Lekin bu nihoyat bu xosning hukmi kengir. Birinchi xosning hukmi xos birinchi qilib maxsus, ya'ni o'ziniki shu ma'nisini, o'zining ma'nisini. Lafz degan lafz biz mabasil alfozda biz xos so'z o'zining ma'nisini qat'iy shaklda tushunadi. Yatanavalu al-madlula qat'an. Ya'ni o'ziniki ma'nisini qat'iy shaklda, ya'ni anda miki yo'q, cho'qim tushunadi. Uning keyinidan vala yahtamilul bayan. Anda olgandan keyin u qat'iy shaklda o'ziniki ma'nisini tushungandan keyin yeni bir qatam bayon qilinishligi ehtimoli yo'q. Yeni bir qatam buni tafsir qilib, buni bir bayon qilib, yo'q buni asli bu munda olgan bilan buning ma'nosi munda yo'qdi deb unga bilak bir ta'vil qilishga o'rin yo'q. Anda olgandan keyin yeni bir gap qo'shiladi. Vala yajuzu ziyadatu alayh. Anda olgandan keyin u shu bayonni ehtimoli bo'lmagandan keyin o'ziniki madlulni qat'an o'chiga olgandan keyin buning ustiga vala yajuzu ziyadatu alayhi bi xabaril ahad val qiyas. Xabar ahad bilan kitobdan bo'lgan qisqa qiyas. Xabar ahad va qiyas bilan uning ustiga yana bir hukmni uni qarama-qarshi qilgan holatda nima qilolmaydi, yana bir hukmni ziyoda qilib, qat qilib bo'lmaydi. Mana xosning hukmlari bor. Buni davomli qalbimizda bilib turishdi. Bu 360 kun qalbimizda xos degan ekanmiz, shu bildirimiz kerak. Endi buni bilib bo'ldik. Anda bo'lgandan keyin endi bizda bizning fuqarolarimiz intayin jafo chekkanda, kitob sunnatga billa amal qilish yo'lida ajoyib jafoni chekkan. Endi biz Qur'oni Karim bizga alhamdulillah Alloh taoloninki va'dasi bo'yicha inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan oyatning ma'nosi bo'yicha Alloh taolo Qur'oni Karimni botil kashlarning o'zgartirib o'tishidan, uchrab tashlashidan, yo'qotib o'tishidan Alloh taolo davomli har tarafni qo'shib turgan. Ta qiyomatga qadar Qur'oni Karim qo'dilib qoladi. Anda bo'lgandan keyin Qur'oni Karim bizga mutawatir holatga kelgan. Asli kitob deganni tushundiganda biz tushuntirishimiz kerakdi. Ta'rif qilgan vaqtda bu kitob degan nima? Bu kitob degan ya'ni shu mutawatir shaklda kelgan qiroat kitob deb ataladi. Ya'ni hammasi mutawatir shaklda kelgan Qur'on mushafning ichida bo'lgan, o'qiladigan bunda qiroat endi Qur'onda ataladi xo'sh. Endi shu mutawatir shaklda kelganligi uchun Qur'oni Karimning hammasi qat'iyyud dilala, qat'iyyud subut. Bizda hukmlar sabit bo'lish uchun bir taqsimlar bor. Dalillar qancha xil bo'ladi? Biri qat'iyyud dilala, qat'iyyud subut, qat'iyyud dilala bo'ladi. Yoki qat'iyyud subut, zanniyud dilala bo'ladi. Yoki zanniyud subut, qat'iyyud dilala bo'ladi, yoki zanniyud subut, zanniyud dilala bo'ladi. Mushuning qarab turib dalillarning mushu holatlariga qarab turib chiqadigan hukmlar o'xshamaydi. Agar qat'iy subut, qat'iy dilala bo'lsa, shaksiz farz hukm chiqadi. Agar dalil qat'iy subut, qat'iy dilala bo'lsa, shaksiz farz chiqadi. Agar qat'iy subut, zanniy dilala bo'lsa, vojib, sunnat hukmi chiqadi. Agar ya'ni demak, shuni boshqalarning hammasida eng yuqori bo'lganda vojib, tuvan bo'lganda mustahab hukmi chiqadi. Endi nima degan qat'iy subut, qat'iy dilala degan gap? Qat'iy subut degan gap ya'ni mutawatir shaklda kelganligi. Hech qanday bir yolg'on bo'lib ehtimoli 41% yolg'on bo'lish ehtimoli yo'q degan. Qat'iy dilala degan-cho bizning degan xushum xos o'ziniki ma'nosiga dalolat qilgandek, biz demoqchi bo'lgan hukmga 100% dalolat qilsa qat'iy dilala bo'ladi. Qur'oni Karimning oyati va ba'zida, lekin bu oyat shu hukmga 100% dalolat qilmaydi shu. Shuning uchun mazhablar shakllangan. Shuning uchun mazhab tut. Agar 100% Qur'oni Karimning oyatlari 100% mush hukmni dalolat qilgan bo'lsa, uning inkarchisi bo'ladi, kufr bo'ladi. Endi biz shuni bildik. Endi Qur'oni Karimda bir oyat keldi. Uni kenidan bu shu Qur'on xos bo'lgan oyat. Bu shu maxsus ya'ni qat'iy dilala degan mush gap ham xos degan gap. Ya'ni maxsus shu hukmga dalolat qiladi. Bunda kelgan xosqa. Uni kenidan hadis sharifdan bir hadis keldi.
Hadis şeriften bir hadis şerif kelib, bunun qarama-qarshi kelib qoldi. Qarasa qarama-qarshi ko'rinib qoldi. Qarama-qarshi kelib qoldi. Mo'yinda kelib qolsa qanday qilamiz? Qanday qilamiz desa, fuqaholar ya'ni shunda asli dalil jihatda o'xshamaydi. Qur'oni Karim mutavatir bilan kelgan. Yolg'on bo'lish qat'iy ilmi yo'q. 1% ehtimollik yo'q. Lekin hadis şerif şu. Hadis şerifda Resulullah'a, mesela Resulullah'ın diginde emas. Resulullah Kur'an'da mı Resulullah söz etkizgen bizge? Hadis'te mi Resulullah etkizgen? Eğer Resulullah'ın kelgini %100 tavatur yoldan gelse o'xshash. Kur'an-ı Kerim'den haslarını hem ne kılalaydı o? Emelini kaldıralaydı o. Hadis hem. Eğer Resulullah'ın kelgini %100 inik bolsa. Meselelerde hadislerin bazıları senedi üzülüp kalan Resulullah'ın bu ağırlıkta. Senedi üzülüp kalan, senedi daif. Yani hadislerin içinde yalgan hadisler kiravagan. Tokumuşçular, kafirler, Yahudiler, kafirler çıkıp atkan din düşmanları tıkıp koyganlık üçün, tokumlu hadisler meydanı kep kalganlık üçün, muşu cihetten emdi bazıda Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle hadisler karşı karşı kep işte bulunur. Eğer bütün hadis Resulullah'ın gelgen bolsa, %100 karşı kep Kur'an'ın mümkün demez karşı kepmeyin. Hadis diyen Kur'an-ı Kerim'in mucmellerini nima qilib berdi? Tafsir qilib berdi, ta'vil qilib berdi. Ammo masalada Resulullah'ın kelgan hadis emas, shu yani to'qimishlarniki to'qimisida masala. Mushunda bir ehtimollik bor endi hadisda. Shundaymi? Bo'lgandan keyin mushu ehtimollikni ko'zda tutib, agar Qur'oni Karimda bir oyat, xos bo'lgan oyat, naq dalolat qiladigan, qat'iy dilolat bo'lgan oyatni bilsa, hadis sharifniki hukmiga agar qarama-qarshi kelib qolgan vaqtida mushunda chaqda fuqaholar qanday qiladi? Yeni ehtimol, yeni hadisga bo'lgan hurmati yuqori bo'lganligidan udul hadisni men to'g'ri deb qo'yib qo'ymay nima deydi? Agar har ikkinisiga Qur'ondan bo'lgan xosning hukmiga ta'sir yetkazmasdan hadisga amal qilish mumkin bo'lsa, har ikkinisiga amal qilinadi. Agar bu Qur'ondan bo'lgan xosning hukmiga ta'sir yetib qilib, agar ikkinisiga amal qilsak, amal qilish mumkin bo'lmasa, agar hadisga amal qilsak Qur'on qilib qo'ysak bo'ladigan, Qur'onga amal qilsak hadisni qilib qo'ysak bo'ladigan bunda holat bo'lib qolsa, bu chaqda nima qilamiz? Bu hadis sharif qo'yib qo'yiladi, Qur'onga amal qilinadi. Anladın? Mesele Resulullah'da emas. Hadis-i şerifte emas, mesele senette. Bu senetlik yani hadis-i şeriflikki haber ahadına meşhur tavatir bu gepimizin müstesna. Mutavatir hadisler, meşhur hadisler bu gepimizin müstesna. Lekin mutavatir meşhur hadisler 100 gibi yapamaydı. Bek az. Net 100 bin hadisin açıdan mutavatir hadisler 100 gibi yapamaydı. Müde derecede az. Endi hatta Sahih Bukhari'nin hadisleri hemmisi mutavatir emas. Hemmisi haber ahad kütüb. Şuna bu eğer Kur'an-ı Kerim'in ayeti bilen udul düşüp kalgan takdirde birge amal kılış mümkün olmagan takdirde bu çağda nima hadis qo'yib qo'yiladi, Qur'onga amal qilinadi. Mesela bunun bir misal keltiraylik. Yani Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Kur'an-ı Kerim'de nima deydi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu iza kumtum ilas salati faghsilu vujuhakum ve eydiyakum ilal marafiqi vemsahu bi ru'usikum ve erculikum ilal ka'beyn. Vemsahu bi ru'usikum ve erculakum ilal ka'beyn. Diye ayet qaydigan bolsak, yani ey mu'minlar, sizlar iza kumtum ilas salat namazga turmoqchi bo'lsanglar, yani iza aradtum al-qiyama ilas salat degan. Siz namozga turmoqchi bo'lsanglar va sizlar taharatinglar bo'lmasa, kuntum muhdis. Yani taharatinglar bo'lmasa, nima qilinglar? Faghsilu wujuhakum. Yuzlaringlarni yuvinglar. Ve qo'llaringlarni jaynikidan qo'shib yuvinglar. Beshinglarga masih qilinglar va tutlaringlarni vushqlaringlardan qo'shib yuvinglar. Degan oyatga qaraydigan bo'lsak, oyatning o'zi hammamiz xos. Ya'ni amr xosni qatoriga kiradi. Faghsilu yuzni yuvish degan xos gap. Yuzni yuvish degan gap butun badanni yuvish, boshqa qo'lni yuvish, bu yerni qaraganda xos alaydi bir ma'no qilgan. Uni kelindi quloqni jaynikidan qo'shib yuvish degan gap bu xos gap. Beshinglarga masih qilish xos gap. Putunni ushqadan qo'shib yuvish xos gap. Xos hammasi ma'lum bir ma'no uchun qo'yilgan gaplar. Endi bu yerdan o'zida hadis sharifdan birisi kelib andın her qanday odam tarat olganda bismillah demay tarat olgan bo'lsa, buni tarat emas. Degan hadis kelsa. Bu yerda endi qanday qilamiz? Hadis sharifda bismillah demagan, bismillah bilan boshlanmagan tarat emas degan hadis kelgan bo'lsa. Qur'oni Karimda Alloh taolo bu yerda faqat
hükümde depti. Yani taat anlatgan müştet hükümde kalan depti uçuk. Kur'an-ı Kerim bizge mutawatir yoldan kelgen. Yalgan buluşqa 1% ihtimalligi yo'q. Hadis şerifço, haber ahad. Yalgan buluş ihtimalligi bor. Yani yolda ravilarning birisindeki aytishga ihtimalligi bor. Hiç bo'lmaganda %1% bo'lsa bor. Lekin Qur'onda yo'q. Lekin unga Qur'on-ı Kerimning hukmi qat'iy dilala. Yani qat'iy shaklda dalolat qiladi. Endi buni qanday qilamiz? Bu ikki her ikkinisiga Qur'on-ı Kerimning bo'lgan xosning hukmi ta'sir ko'rsatmagan ahvol aslida amal qilish mumkinmi? Bu masalasi mumkin. Qanday mumkin? Qur'on-ı Kerimning bo'lgan xosga nima deb bugün bilamiz? Farz. Yani yüzünü yuvish, taatda yüzünü yuvish. Qo'lni jaynak bilan qo'shib yuvish, boshqa masjid qilish, putni ush bilan qo'shib yuvish farz. Taatda qancha farz bor? 4 tane farz bor. Endi Bismillahirrahmanirrahim deyish, og'izni chayqash, burnini chayqash deganlar hammasi nima? Sünnet. Hammasi sünnet. Nima bilan? Hadisni kelgan hadislarning hukmi bilan. Unda bo'lgandan keyin nimaning hukmi? Qur'onning bo'lgan xosning hukmi ma, Qur'onning bo'lgan xosning hukmi o'ziga yarasha farz hukm berdi. Hadisdan bo'lgan xabar ahadning hukmi o'ziga yarasha sünnet hukmini berdi. Shuning bilan birisi qarama-qarshi gap qolmadi. So'qishib qolmadi. Agar biz o'xshash farz deb qo'ysaqchi, bu yerda Qur'onning kelgan bo'lgan xosga biz ziyoda qilgan bo'lamiz. Xosga ziyoda qilganligimiz o'zi Alloh taolo faqat mush 4 desa, biz uning 6-7ni qo'shib qo'yganimiz bo'ldi, nasx bo'ldi. Amalni qoldiganlik bo'lib qoladi. Ya'ni xosni amalni qoldi. Ya bu asli andadi, u amalni qoldirsa men bunda degan bo'lib qoladi. Anda amaldan qoldiruvchi bo'lish uchun çok o'xshash darajada bo'lish kerak. O'xshash darajada bo'lmasa amaldan qoldira olmaydi. Mana ma'lum bu bo'ldi. Endi biz bunu tushundik. Amma usul Fatiha masalasi. Qur'on-i Kerimda Alloh subhanahu va taolo va taqaddas nima deydi o? Faqra'u ma tayassara minal Qur'on deydi. Qur'on-i Kerimda faqra'u ma tayassara minal Qur'on. Qur'on-i Kerimdan namozda Qur'on-i Kerim oson bo'lganini o'qinglar deydi. Oson bo'lganini o'qinglar deydi. Endi oson bo'lganini o'qinglar desa, bu xos odamda. Oson bo'lganini o'qish. Xos bo'lsa, oson bo'lsa, ya'ni Qur'on-i Kerim nima oson bo'lsa shuni o'qiymiz endi. Ya'ni bu Sur Fatiha yoki Sur Ixlos yoki Sur Baqaraga xos emas bu gap. Ya'ni Qur'on-i Kerimda nima oson bo'lsa shuni o'qiymiz. Onun keynidan amning misolida keladi bu. Ma degan faqra, ma degan am deb turib, ondan hammani o'chiga deymiz. Lekin men deb qo'yaman endi. Ya'ni shu misolimiz bilan birlashtirib. Qur'on-i Kerim oson bo'lganini o'qish nima? Ya'ni namozda farz. Farz. Endi hadis sharifda la salata man lam yaqra bi Fatihatil kitob. Ya'ni Sur Fatiha o'qimagan odamning namoz emas degan hadis keldi. Endi bu ikisiga o'xshash darajada amal qilamiz. Ya'ni hadisda da'vatida Sur Fatiha o'qimasang namoz emas da'vatida. Qur'on-i Kerimda namozda oson bo'lganini o'qi da'vatida. Ya'ni mutlaq qas oson bo'lishini o'qi da'vatida. Qanday qilamiz? Qanday amal qilamiz deganda, ya'ni shuni o'qima, ya'ni mutlaq Qur'on-i Kerim o'qish namozda farz. O yani uzun bir ayet, kısa 3 ayet okuş farz. Hem de Sur Fatiha'ni o'qish nima vojib. Sur Fatiha'ni o'qish vojib. Degandeki nima bo'ldi? Ya da biz yeni her ishga amal qilgan bo'ldik. Har ishga amal qilgan bo'ldik. Endi Musa'da bizga beradigan misollar hammasi, tuvanda beradigan misollar hammasi qanday misollarni berdi? Ya'ni har ishga amal qilib bo'lmaydigan misollar bor. Har ishga amal qilib bo'lmaydigan. Her ishga amal qilib bo'lmagan misol, ya'ni xabar vahidga yoki qiyosga amal qilsak, xosni hukmiga uzib qarama-qarshi qilib amal qilmaydigan misollar bo'lib qolgan chog'da, bunda chog'da uni nimani qilib qo'yamiz? Qiyos yoki xabar vahidni qilib qo'yamiz. Nimaga amal qilamiz? Qur'on Kerim bo'lgan xos hukmga amal qilamiz. Endi Musa'da bizga tuvandagi shu misollarning hammasini bizga shuni birdan nima deb berdi. Ya'ni shu nima qilgan Qur'on-i Kerimdan bo'lgan xosga qarama-qarshi kelib qolgan ya qiyosdan bo'lgan dalil yoki xabar vahid bo'lgan dalillarga qarama-qarshi kelib qolgan ikkisiga amal qilish mumkin bo'lmagan yerda u xabar vahid yoki qiyoslar qo'yib qo'yilib, nimaga amal qilingan? Qur'onda bo'lgan xosga amal qilingan misollarni bizga deb berdi. Ama 5tagi misolni chiqarib deb berdim lazim. Musa ibn Ibrahim ola deydiki, "Emujini bir gapni qistirib qo'yay.
Yeni Hanefilarni hadisga amal qilmaydi deganlar faqatlam bo'pdan. Zulm. Hatta Hanefilar hadisga amal qilganlarda Şafiilar amal qilmaydigan qanday hadisga, ya'ni tabi'i rivoyat qilgan mursal hadisga dalil qilib rivoyat amal qilib. Hattoki ya'ni endi masala, yerdagi masala hadisga amal qilmaslik masalasi emas, Qur'oni Karim bilan qarshi-qarshi kelib qolgan holat bo'lganligi uchun buni to'g'ri tushunish kerak buni. Chunki hadis sharifniki ichiga yolg'on hadis kelib qolganligi aniq bor. Qur'oni Karim ichida yolg'on Qur'on yo'qki, yolg'on oyat yo'qki. Anda bo'lganligi uchun buni cho'qim buni bir hissiyat bilan emas, aql bilan, qonun, usul, prinsip bilan qilish kerak, hal qilish kerak bu ishni. Shuning uchun mazhablarning ichida Qur'oni Karimga eng kuchli asalgan amal qiladigan mazhab Hanafi mazhabi desa, harbiy ziyod ketmaydi. Tabiiyki hadisga hurmat qiladi, ajoyib asarda hadisga, lekin bari Qur'on bilan so'zlagan vaqtida endi bu hamma ishniki o'zining darajasi bo'yicha amal qilganda bo'ladi. Xo'sh, endi Musannif rahimahullah'niki so'zlaydi, deydiki va hukmul xas min al-kitab vujubul amali bihi la mahalata. Kitobdan bo'lgan xasning hukmi uningga la budda degan gap, la mahala degan gap, la budda degan gap. Uningga lozim amal qilishning vojibligidir. Cho'qim amal qilishning vojibligidir. Endi bu yerdagi diqqat qilgan bir qayd va hukmul xas min al-kitab degan qaydga diqqat qilish kerak. Kitob, ya'ni Qur'onda bo'lgan xasning hukmi shu, ya'ni farz. Qur'ondan bo'lgan xasning hukmi buni amal qilish farz. Ammo hadis sharifdan bo'lgan xasning hukmi ijmo yoki qiyoslardan bo'lgan xaslarning hukmi chu desa, hadis sharifdan bo'lgani agar bu mutawatir mashhur bo'lib qolib qolsa, o'xshash qat'an shunda kitobdan bilan o'xshash bo'ladi. Ammo hadis sharifdan bo'lgani xabar ahad bo'lib qolsa, xabar ahadniki hukmi zanniy chiqadi. Buniki qat'iy zanniy subut bo'lgandan keyin tabiiyki uni hukmi zanniy nima chiqadi? Zanniy chiqadi. Ya'ni zanniyning eng yuqori pallasi vojib. Eng yuqori pallasi vojib. Uni qolsa mustahab bo'ladi. Xo'sh, davatdagi fa in qabalahu xabarul vahid, agar kitobdan bo'lgan xas bilan xabar vahid deganda tushunisizlar. Xabar vahid degan aslında mutawatir bo'lmagan, mashhur bo'lmagan hadislarning hammasi nima? Xabar mutawatir, xabar vahid. Xabar vahid yoki qiyos qarama-qarshi kelib qolsa, fa in amkana al-jam'u baynahuma, agar bu ikkisining orasida jamlash mumkin bo'lsa, biduni taghyirin fi hukm al-khass, ya'ni xasning hukmini o'zgartmasdan yu'malu bihima. Har ikkalasiga amal qilinadi. Buni 5-tafsirlar deb bo'ldi. Va illa yu'malu bil kitab. Agar bu ikkisining orasida jamlash mumkin bo'lmasa, kitobga amal qilinadi va yutraku ma yuqabiluhu, ya'ni u xas kitobdan bo'lgan xas qarama-qarshi kelgan xabar vahid bo'lamdi yoki qiyos bo'lamdi, bu tark etiladi. Misol, endi mushu ikkisining orasida jamlash mumkin bo'lmagan va bu qiyos yoki xabar vahid tark etilib, nimaga amal qilingan? Kitobdan bo'lgan xas amal qilingan misollar tuvandikicha deydi. Fi qawlihi ta'ala, Alloh taolaning qavlida والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Allah Teala nima deydi? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Talaq qilingan ayollar ular o'zlari 3 hayz iddat tutadi. 3 hayz iddat tutadi. Da'vatadi. Mishada fa inna lafzata thalathati khasun fi ta'rif adadin ma'lum. Mana bu masalada bu oyatdagi salasa 3 degan lafz, 3 degan so'z ma'lum bo'lgan bir sonni tunishtirish haqida xos. Ma'lum bo'lgan bir sonni tunishtirish haqida xos. Fayajibul amalu bihi, andagan ekan uni amal qilish vojib bo'ladi. Ya'ni buni degan gap. Oldi bilan buni tushuntirib o'taylik. Alloh subhanahu va taolo taqaddas Qur'oni Karimda taloq qilingan ayollar 3 hayz iddat tutadi dedi. Endi bu oyatdagi salasata quru, bizniki shohid nada? Har bir oyatdagi shohidni obdan tutilish kerak. Salasa degan so'z. Nima uchun bu salasani tutamiz desa, chunki salasatun degan nima? Biz oldingi darsda xosning ta'rifida xosniki turdan asmaul i'dad degan bir so'z degan edim. Al-kathiru nima? Al-kathirul mahsur. Yani cheklik toplummu, cheki bor bo'lgan, cheklangan toplummu nima bo'ladi? Xos dedik shundami?
Demek 3 degan söz xas. 3 degan bir cemi asli. Biz onu am degandan keyin ham kallamızda nima kelmaslik kerak? Am degan cemi ekan deb kasb bo'lmaydi, xatolashgan bo'lamiz. Salasatun degan cemi, lekin cemi bo'lgan bilan bu min hayzu huwa 3 degan son jihatdan 4 emas yoki 2 emas degan jihatdan nima xas. Faqat 3. 4 emas, 2 emas, faqat 3 bir ma'ni bo'lgan jihatdan xas. 3 degan lafz xas. Endi bunun xasligini bildik. Biz endi xasligini bilganda qanday qilishimiz kerak? 3 degan lafzga cho'qim amal qilishimiz vojib, farz. Alloh taolo 3 quru dedi, biz 3 quru iddat tutish kerak. Ayollar 3 quru iddat tutish kerak. Endi quru degan so'z nimasini? Nima quru degan? Quru degan Qur'onning ko'p shakli. Quru degan nima? Quru degan bu kalima mushtarak. Quru degandiki qo'yilganda arabda buni ko'p ma'nilik so'z qilib qo'ygan. Ya'ni bir ma'nisi hayz, yana bir ma'nisi poklik. Bu lug'at addat yani. Ba'zi lug'at addat var. Bir so'z var. Bir ma'nisi keladi oq deb ma'ni etamiz, bir qadim keladi qor deb ma'ni etamiz. Ya'ni bunday qarma qarshi ma'nilik nima bor, mushtarak var. Bu mushtarak. Endi bu mushtarakni biz qanday qilib nima qilamiz? Bu shu mushtarak to'g'ri poklikqa hamla qilinamdi yoki nimaga hayzga hamla qilinamdi? Degan yerda Hanafiylar bu Qur'onni nimaga hamla qilgan? Hayzga hamla qilgan. Hatta Hanbaliylar, Imom Ahmad Hanbali hayzga hamla qilgan. Ammo Şafiylar buni poklikqa hamla qilgan. Endi Hanafiylar nima uchun buni nima dalilga asoslanib Qur'onni hayzga hamla qiladi desa, usul qoidasi bo'yicha. Hadislarda hadis ko'p kelgan, lekin usul qoidasi bo'yicha bilib qanda salasatun Qur'oni Karimdagi salasatun degan hukm xosdir. Endi bu xos degan nima? Xosninki hukmi nima? Cho'qim madlulni qat'iy shaklda o'chirish kerak. Shu xosning madluliga nima qilishimiz kerak? Amal qilishimiz farz. Allah Teala 3 dedima 3,5 lab qazı olmaydı. 4 lab qazı olmaydı. 2,5 lab qazı olmaydı, 2 lab qazı olmaydı. Çoxum 3 bo'lish kerak. Endi biz bu quru degan so'zni poklikqa hamla qilaylik desak, xuddi Imom Shafiylar hamla qilgandek, hamla qilaylik desak, bu yerda bunda bir ishlar kelib chiqadi. Poklikqa hamla qilaylik desak, bunda ish kelib chiqadi. Ya'ni bir adam ayolini talaq qilish uchun biz taloqni sunnat taloq, ahsan taloq, sunnat taloq, bid'at taloq deb uchga bo'lgan. Endi ahsan taloq degan jimo qilinmagan, ayoli bilan munosabat o'tkazilmagan birinchi faktda bir qatim taloq qilib ayrilib ketish. Bu ahsan taloq. Sunnat taloq degan-chu har faktda jimo qilinmagan faktda birdan qilib 3 faktda 3 kun bilib taloqni berish bu sunnat taloq. Endi bir adam ayolini sunnat taloq bo'yicha qilmoqchi bo'lganda bir ayolini taloq qildi. Birinchi taloq, ikkinchi taloq, uchinchi taloqni qildi, tamam. Bu iddat tutishga to'g'ri kelgan vaqtida, qachon iddat tutdi? Demak, tabiiy poklikni iddat tutdi bu poklikdan. Endi bu qancha poklik tutish kerak? Cho'qim 3 ga amal qilish vojib. Cho'qim 3 degan gap muhim bizda. 3 poklik iddat tutish kerak. Birinchi poklik, ya'ni taloq tushgan birinchi poklikning ichida taloq qila oladi. Hanafiylar bilan Shafiylar o'rtasida o'rtaq bo'lgan bir ittifoq nima desa, ya'ni agar hayzda taloq qilingan bo'lsa, ayol kishi bu hayz bil ittifoq nima loyiqdir. Mushu hayz nimadan iddatni hisoblanmaydi. Mushu hayz Shafiy mazhabida ham, Hanafi mazhabida ham iddat ittifoqlanmaydi. Birinchi hayz. Endi poklikda taloq qildi shunama. Poklik taloq qilgandan keyin bu poklikning tabiiy ichida qiladi. Fit to'g'ri, poklikning teshida emas. Poklikning ichida qilganligi uchun, poklikning ichida taloq qilganligi uchun, ya'ni shu keyindagi ikki poklik komil bo'ladi. 5-dagi birinchi poklik nima bo'lib qoladi? Yerim bo'ladi, nuqson bo'lib qoladi. Hattoki shu ayol pok bo'ldi,
bo'lgan degan talaq qilsa meni nima deymiz? Salatatun illa lahza degan. Salatatun illa lahza degan gap bo'lib qoladi. Ya'ni 3 farqli faqat kichikgina kam. Ya'ni 1% kam. Hem bir adam bir ayol kishi qalab o'tib qachon paketdagi talaq qilsa qalab o'tmaydi normalda. Ochiq kelganda qildi u talaqni ko'p vaqtlarda. Ya'ni demak 2,5 bo'lib qoladi. Ya'ni itnayn va ba'du as-salis degan gap. Shu birinchi talaqning bir qismi ya ko'p bo'lamda oz bo'lamda chiqib ba'zi bir qismi qolgan 2 talaq 2,5 talaq bo'lib qoladi. Demak 2,5 nima pokliq. Demak bu chaqda agar shu talaq qilingan birinchi pokliq iddatdan hisob qilinsa, nima bo'ladi ekan? 2,5 pokliq bo'lib qoladi. 2 pokliq va uning ba'zisi. Agar bu birinchi pokliq hisob qilinmasa, o chaqda 3 pokliq va uning ba'zisi bo'lib qoladi. 3 yil. Shuning bilan 3 degan songa amal qilishim bo'lib qoldi. Qur'on Karimda bo'lgan xosniki 3 degan Alloh taolo 3 quruq degan amal qilmagan bo'lib qoldi. Qur'on Karimdagi xosniki amal qilish farzga amal qilmagan bo'ldik. Endi agarda biz mushuni quruqni nimaga amal qilsaqchu? Hayzga amal qilsaqchu. Quruqning ma'nosini hayzga yetqizsaqchu. Bu chaqda bir adam ayolini sunnat talaq bo'yicha nima talaq qiladi? Pokliq talaq qilgan bo'lsa, birinchi pokliq talaq qildimi, bir talaq. Uni kenidan talaq qilgandan keyin hayz ko'rdi. Talaq tushdi pokliq holatda. Birinchi hayzni ko'rdi, ikkinchi hayzni ko'rdi, uchinchi hayzni ko'rdi. Xolos. İddatdagi kamil hayz. Kamil, ya'ni amuq, samuq 3 hayz to'liq iddat tutgan bo'ldi. Qur'on Karimdagi salat yatarabbasna salatata quru degan oyatni amal qilgan bo'ldi. Mana bunda holat. Endi Imom Shofiy buni qiyos, ya'ni lug'at jihatdan bir qiyosni qilgan. Ya'ni bu Imom Shofiyning qiyosi nimaga qarama-qarshi kelib qoladi? Xos qarama-qarshi kelib qoladi. Qiyos bilan xosning Qur'on Karimda bo'lgan xosniki hukm qarama-qarshi kelsa, biz tabiiyki Qur'on Karimda bo'lgan xosni tutamiz, qiyos tutmaymiz. Imom Shofiy qanday qiyos qilgan? Lug'atdan bir so'zni ilib Qur'on Karimdagi sonlar qanday dema son-sanoqlar qoidasi arab tilida ta'tir tanasib bo'yicha bo'ladi. Ta'tir tanasib. Ya'ni muzakkar muzakkar va muannaslikda, erlik ayollikda son-sanoqlar 1dan tortib 2gacha. Muzakkarga agar ma'dud muzakkar bo'lsa, adad muzakkar bo'ladi. Agar ma'dud muannas bo'lsa, adad muannas bo'ladi. Masalan, rajulun wahidun, imra'atun wahidatun deb keladi. Endi rajulani ithnayni, imra'atani ithnatayni deb keladi. 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlar, ya'ni ko'plik sonlar deganda bu ta'tir tanasib bo'yicha keladi. Ta'tir tanasib degan gap nima degan gap desa, muzakkar agar adad, agar ma'dud muzakkar bo'lsa, adad muannas bo'ladi. Agar ma'dud muannas bo'lsa, adad muzakkar bo'ladi degan bir qoida bor. Mushu qoida bo'yicha Qur'on Karimdagi bu oyatga qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karimda salasata quru deb keldi. Salasata quru. Endi mishadagi quru degan so'z agar salasata deb kelgan qolganda, salasata degan nima? Muannaskan jami shakli. Quru degan muzakkar bo'ladi. Endi tohur degan arab tilida tohur degan nima? Muzakkar. Hayd degan muannas. Bu arab tilida mashhur. Hayd degan muannas, tohur degan muzakkar. Shuni qaraganda, tohur deganning muzakkarligini qaraganda, quru degan so'z muzakkar ekan, salasata deb kelgan ta'tir tanasib bo'yicha muzakkar ekan. Shuni bilan miyadagi quru nimaga hukm qildim? Tohir deb hukm qildim deydi. Lug'at jihati intayin muvofiqdek turadi. Ammo buniki qiyosda hamda bu. Umuman qiyosiya. Bu qiyosiyaga nima qarama-qarshi kelib qoladi? Hozir xosni qilgan bo'lgan xosni hukmi qarshi kelib qoladi. Undan keyin biz uchog'da bu qiyosni ta'tir tanasib qiyosini tashlab qo'yamiz. Biri bu. Undan keyin
Hem hadislardan bir muncha hadislar hammasi nimani bir muncha hadislar var. Hem de hozir buni deb o'tsak fiqh darsida kelmaymiz. Bu masalani hammasi bizniki nimalarimizni kuchlantirdi. Hadislar hammasi şu Qur'onniki hadis ekanligini kuchlantirdi. Shuning uchun Hanbali mazhabi shuni bo'lganda. Misaluhu Musannif deydi مثاله في قوله تعالى يتربصن في أنفسنا ثلاثة قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به. بعد المصنف شرح ما دايدو قروء degan جمع قرء وهو مشترك hayizdan pakiston arasında müşterektir. Şu sebepten bu vaqtda ixtilof qilindi. Ularning ba'zisi buni hayizni rad qildi. Bu bizning mazhabimiz. Bu vasa xulafaul arba' tut xalifining qavlidir. Vel abadiletü thalâse 3 Abdullah'ın kavludur. Ve nurullah sahabelerinin kavludur. Ve kâle Ahmed İmam Ahmed rahimahullah dedi ki ben burun paklık da ettim. O Kur'an'ı. Andaki ben çoğunlarının sözlerine vakıf olup çoğun sahabelerinin ki çoğun halifelerin sözlerini toxtuğanı şularının sözlerini ben toxtudum. Dep şunlar dedi. Ve hem de İmam Şafii çoğu degende şimdi bu İmam Şafii hem de ahlul lisan Arap tili intan pişik bo'lganlik uchun nima dedi paklık dedi. Şunu olan buniki de delillerini hemmeni kan kitaplarda sözleyimiz deydi. İnşallah fıkıh kitaplarının tabi delilleri vardı. Musannif dedi ki velev humilel akra'u alel athar. Eğer akra biyadiki bu akra degen söz, akra degen bu müşterek bo'lgan bu söz alel athar. Paklıklarga hamle kılınsa, yani bunun manasını paklıkla tevil kılınsa kema zahaba ileyhi Şafii. Şundaki onu İmam Şafii rahimahullah bağandek bu göz karışka bir etibar yani bir cümle itiraz bir etibar diyen yer tatip lazime terkul amel bi hadal khas diye geçenmesi cümle itibari. Yani cümle itiradı. Isturkulan. İmam Şafii nimde bağandıysa İmam Şafii şunu itibar kılıp şunu kıyas itibarlarını kıyas diye yapar. İmam Şafii şunu kıyas kılıp bağdı ki enne tohra, tohr degen muzekker. Muzekkerdir. Dunel hayz. Hayz demez. Hayz muannas. Ve kad veladel kitap Kur'an-ı Kerim fil cem'i degen bir şey cem'i degen kası cem'i salasetun. Salasetun degen cem'i de salasetun degen cem'i aynen. Cem'i de bilabzi te'nis. Te'nis muannas lafzından geldi. Salasetun deb. Salasun deb kemay. Çünkü eğer salasu imra'atin salasetu ricalin de kırılıyor. Salasu nisvetin mesela. Delle ala ennehu cem'ul muzekkeri ve huve tuhur. Delle ala ennehu. Bu şunun dalalet kıldı ki yani kitaptaki salasetun diye lafız bu yerdeki Kur'an'ın cem'i muzekker ikenliği dalalet kıldı. Ve huve tuhur. Cem'i muzekker diyen tuhurdur. Yani cem'i muzekker diyen tuhur. Müşterdeki bu şu inçkiler teşhüdüğün bolsa hazır İmam Şafii'ninki müşterdeki cem'i muzekker diyen tuhurdur dep koştu müşterde bir mesele var. Yani la yelzemu tuhurun muzekker buluşudan Kur'an'ın muzekker buluşu lazım kelmeydi. Çünkü biz bir tuhur diyen muzekker diyen bolsak onunki akra'niki Kur'an'ın okşay muzekker buluşu lazım kelmeydi birge. Ma'u bil. Yine birge bir yerde eğer biz muzekkerken tamam. Kur'an diyen muzekkerken diyen takdirdi mu? Bunun biz bununki muzekker muanneski hakkında talaşlar çıkmayatımız. Belki bunun manisi hakkında talaşlar çıkmayatımız. Yani mana hakkında yani demek tohurniki muzekker boğalık için paklık diyen mani tohurun muzekker buluşu olan Kur'an'ın muzekker buluşu oturusundaki Kur'an'ın tohur dep mani etilişine aslında alakı yok. Tohur muzekker. Onu geldi Kur'an'ın muzekker olan diken bunun manisi paklık diyen magab hata. Tohur muzekker. Onu geldi Kur'an'ın muzekker olan diken ikinci muzekkerken ikinci manisi bir diyen hata. Çünkü muzekker sözlerin neticesi var. Muzekker sözlerin neticesi var. Lakin hem manisi başka. Mesela bu şeyin inçkiler gizlek ama şunun içinde biz bu meselede biraz delildi mesele varlığı bilip duruldu. Hem de nime de vardı o ve huvat tuhur dedim ha. Anda o ki hem de biz beş kanımız hem de lazime diyen gap yani lev diyen ki cevabı inmedi. Lev diyen şartla yani velev humidel akra eğer müşahidi akra kuru athar diye paklıklığa
hamle kılınsa ne buludu? Lezime terkul ameli bihadal khas. Kur'an-ı Kerim'de bu şu haska amel kılış terk ediş lazım kılıdı. Bu haska amel kılışının terk edilişi lazım kılıdı. Nemiş kadse li enne men hamelehu ala tuhri çünkü emde bu şu kuru ne? Tuhulge, paklıkka yatkuzgan kişi İmam Şafii'deki mesela la yucibu thalatata atharin ba'de bel tuhreyn. Uçakta ne mi lazım kılıdı? Üç paklıkını vacip kılış. Üç paklıkını vacip kılmaydı. Belki tuhreyni ve ba'de thalith. İki paklık ve üçüncü paklıkının bir kısmını vacip kılıyordu. Ve huve üçüncü paklıkımız ellezî vaka'a fihi talak yani talak düşken paklık. Bir şeyde Allah'ın katılması sadece üçüncü paklık dediğinde silah kana olmasın gerek. Yani baştan salap üçüncüsü emez, ahirden salap üçüncüsü. En king talak birinci. Oturduk ikinci, en beş talak düşken diye talak düşken paklık kası birincisi. Yani ki thalith diyen birinci diyen bende. Hem vallahi Talibanlı kalısı bir şekilde yaşayıp kaldı. Üçüncüsünün bahsi dese, o üçüncüsü en ahirdekinin bahsi okşaydı o da kaldı. Ahirdekinin bahsi emez belki beşideki talak düşken talak yani talak düşken paklık. Talak düşken paklık ki bir kısmı ameliyatı vacip kaldı. Ben bunu beşte tefsiri düşündüm. Hoş. En feyuharracu ala hâzâ. Emdi mana muşu hilaf kıbilen ala hâzâ diyen yani ne işaret kılıyor? Hilaf. Yani İmam Şafii ile bilen Hanefi'den oturuştaki muşu hilaf kıbilen yani muşu farklı iddet meselesi de Hanefi'yle iddet bilemizde de heyiz bilen ölçeğimiz dedi. Şafii'yle farklılık bile ölçeğimiz dedi mi? Şunu mizaklı bir ölçem kılımız digendeki muşu ihtilaf kıbilen yukarracu yedigen tahriş diye bir hükmü racib. Bir münçü hükümler çıkarıldı. Bir münçü meselelerinin hükümleri çıkarıldı. Birincisi hükmü rac'ati fil haydati thalitha. Yani üçüncü heyizdeki rac'i talakının hükmü çıkarıldı. Üçüncü heyizdeki rac'i talakının hükmü. Yani bir adam ayalını rac'i talak kıptı. Anti talak etmesin. Rac'i talakkan olsa bu ayal üçüncü heyizini kögen olsa Şafii mezhebine asasen buludu. Bu ayal üçüncü heyiz ki yanaman başka ayet teksi buludu. Yani hazır bu gemde demeyimiz. Bu ayal üçüncü heyiz ki yanaman, üçüncü heyizini kögen haman yerinin rec'et kılış yani ayalığa rec'et bile yenişi tüyey üzülüp gidiyordu. Rec'i talat yenge bunu kotunumda kalap da bir abdan kalap kotunu bir şey koysun nikah askenip kalıdı. Lakin bayımlap gitken çağdı çokum nikah okuş gerek ona. Nikah lazım uça. Toylap nikah getirdi. Rec'i edici ona kotun yarışıp kaldı, apak kotun dışı yarışıp kalıdı. Emdi üçüncü heyizini kördüm ha Şafii mezhebi bu biçe anda yarışılmaydı. Belek nikah okup belek ne kılış gerek? Toylak kılış gerek. Emdi ve zevaluhu diye yani hükmü recati fil haydat üçüncü heyizdeki recatın hükmü ve zevalihi zevalu hükmüha indehu. Bu de ve zevaluhu diyende zevalu hükmüha indehu diye yani zevalur ric'at kayıtıştaki reci talakının hükmünün zahil buluşu ve zevaluhu da kısa kılıyor. Reci talakının hükmünün zahil buluşu. Recinin hükmü ne be? Recinin hükmü nikah etmeydi, toylak etmeydi. Şunu olan üçüncü heyizi kiydim ha. Üçüncü heyizga kiygendikin Şafii mezhebide bununki rec'eti tüyeydi. Rec'etin hükmü zahil buludu. Hanefi mezhebide çoğu rec'etin hükmü zahil bulmaydı. İkincisi ve teshihu nikahil gayri ve ibtaluhu. Gayrigi nikahlanışını durus kılış ve gayrige nikahlanışını batıl kılış. Nemin geldiyse yani Hanefi mezhebide bu ayağındaki üçüncü heyizli kögen, üçüncü heyiz kögen ayağının gayrigi nikahlanışı la yasih, durus bulmaydı. Şafii mezhebide çok üçüncü heyizli kögen ayağının, üçüncü heyizli kögen ayağının başka ayet kişi caiz buludu. Tesih iptal dediğini yani Hanefi'yle ne deydi o? Başka ayet gelmeysen iddetin tügümü deydi. Ne deydi o? Şafii ile iddetin tügümü de teksen buludu diye. Ve hukmul habsi
vel itlaq. Endi habs vel itlaq deydi. Biz habs deb ish bor. Ya'ni ayol kishi iddat tutayotganda erining uyda tutish kerak. Erining uydan taloq chiqmaydi, bu yerga bormaydi, faqat ta'sirli hojati, muhim hojatlar uchun chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Xuddi turmuq uslab qo'ygandaylar, qulpsab itib qo'ymaydi-yu, eri endi iddati chiqib bo'lguncha so'lab qo'ydi o'zining uyiga ayol kishini. Mushu qachongacha so'nab turdi bu ayol? Shu Shafiy mazhabiga ko'ra, shu 3-yeyizni kiyguncha. Nimaga ko'ra Hanafiy mazhabigacha 3-yeyiz vaqtida taqa buniki habisi ayol kishi chiqtanmaydi. İtlaq degan bu shu qachon chiqtalaydi? 3-yeyiz tugab bo'lgandan keyin chiqtalaydi Hanafiy mazhabida. Lekin 3-yeyiz vaqtida chiqtanmaydi, Shafiylarniki mazhabida chiqtalaydi. Vel maskani vel infaq. Endi maskan, ya'ni shu ayol kishi iddat tutayotgan mezgilda ayol kishiga er kishi turalg'ucay bilish kerak. Turalg'ucay deb o'zining uyida. Agar uyni ijarasi olsa, ijarasini to'lash kerak. Uyni ijarasini. Ijara bo'lsa. Endi shu ijara, maskan qachon to'laydi desa, Shafiy mazhabi bo'yicha 3-yeyizda buni er kishi ijarasi to'lamaydi. Uyda o'tirgan bo'lsa, maskanning ijarasi to'lamaydi. Lekin Hanafiy mazhabida uni to'laydi. Infaq, chiqimlarni qilish. Buniki ayolning yetgan tamoqini bilish, kiydigan kiyimini bilish, uyda hamma chiqimlarni qilib berish. Hanafiy mazhabida uni qilib berdi, Shafiy mazhabida tugaydi. Nimashqa iddat tugaydi deb. Vel xul'i ve talaq. Xul'i talaq ve normal talaq. Yani vel xul'i ve talaq. Endi Shafiy mazhabiga ko'ra bu ayolni nima qilgan ekan? Shafiy mazhabiga ko'ra iddat tugagandan keyin bu ayolni xul'i talaq qilinmaydi. Xul'i talaq degan bayin talaq ve normal talaq qilinmaydi. İddat tugab bo'ldi deb. Chunki talaq qilish uchun nima bo'lish kerak? Nikohida bo'lish kerak. Buni iddati chiqib qoldimi, unga endi haqni yat ayolni talaq qilolmaydi ekan. Endi Hanafiy mazhabida xul'i talaq ham qila oladi, normal talaq ham qila oladi. Xul'i talaq deganlar hamma fiqhda o'qiymiz uni. Va tazawwuju zawji bi ukhtiha va 40 siwaha. Endi er kishining xotininiki qiz qarindishi bilan o'ylanishi. O'yinlishiniki hükümleri mu müşahede müşmesliğinden çıkıldı. Yani mesela bir er kişi ayalının sütünü veripti. Ayalının sütünü vergen olsa, bu ayal 3. heyizin kadem koygan olsa, bu halette Şafii mezhebide bu er kişi şu ayal kişinin bir sınması olsa, kız karındışı olsa, şu kız karındışı bilen övünlerleydi. Lekin Hanefi mezhebide şu yok. İddet tükümedi. Ve 40 sivaha ve 4 kişi. Yani özünün ayaldan başka 4 ayal atkan bulup kancakda 4 ayal. Şu ayaldan başka 4 ayal. Ve 40 sivaha. Şu ayaldan başka 4 ayal atkan fıthunu atkaşlar kapkasa Şafii mezhebi göre alalaydı. Hanefi mezhebi göre alamaydı. Demişka 4 ayal dengep bir yol ıskamdı. Ayalın başka 4 ayal almakçı olsa. Andın. 4 ayal almakçı olsa dengep eğer 4 bunda düşediydi. Ya bir yol 4 ayal almakçı olsa ya ki bu adamın 4 xotini var ekan. 4 xotinning birinin so'zini beribdi. Bu xotinniki iddati 3-yeyiz kelgan bo'lsa, Shafiy mazhabiga ko'ra bu er kishi yana bir xotin ola oladi. Yana bir xotin ola oladi. Lekin Hanafiy mazhabiga ko'ra yana bir xotin ola olmaydi. Qachongacha? Taki 3-yeyiz turib bo'lguncha. Er kishi iddat tutgan ya qancha? 32. Er kishi iddat tutgan. İddat degan kim tutadi? Ayol kishi tutadi. Er kishi iddat tutgan ikki masala. Mukallim şey. Biri agar bir adam xotinni talaq qilib o'tib, xotinning singisini olmoqchi bo'lsa, shu chaqda er kishi qancha 300 iddat tutadi. Ayol kishi 300 ko'p bo'lguncha er kishi saqlab turadi. Yeni birisi er kishi 4 xotin bo'lsa, 4 xotinning birini talaq qilayotgan bo'lsa, shu birisini 300 ko'p bo'lguncha yeni bir xotinni ololmaydi. Er kishining iddat tutilgan vaqti ishga. Bu alayda bir masala. Ve ahkamul miras ma'a kasrati ta'dadiha. Ve muşu ihtilaf binaen Şafii bilen Hanefilerin oturduğu muşu ihtilaf asasen mirasning ahkamlari chiqariladi. Ma'a kasrati ta'dadiha. Mirasning ahkamlarının shuncha ko'p sonlari bilan qo'shib mirasning ahkamlari. Masalan, ayol kishining eri
iddatda turib uylab qolgan bo'lsa, shu ayol kishi xotin taloq qilib o'tibdi. Taloq qilib o'tib, taloq qilayotgan holatda uylab qolibdi deylar. Uylab qolgan bo'lsa, agar uylab qolgan vaqti qachon bo'lsa, 3-hayizda, 3-hayiz kelgan vaqtida bo'lsa, İmam Şafii mezhebiga ko'ra bu ayol miros olmaydi. Chunki uzilib ketdi, yatilib ketdi. Hanafiy mezhebiga ko'ra bu ayol miros oladi, chunki uzilib ketmadi, yet emas, ajnabiy emas. Shunda deydi. Xo'sh, endi bizga yana bir misolni keltirib o'tadi. Va kazalika qawluhu ta'ala. Shuningdek Alloh taolaning qavli. Qad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim. Biz ularning ayollari haqida belgilagan to'yloqni jazman bilamiz, haqiqatan bilamiz. Biz yani erlarning gadiniga, ayollarning haqida gadiniga biz belgilagan to'yloqni biz jazman bilamiz. To'yloqning miqdorini bilamiz, deydi Alloh taolo. Mush oyat mishadiki faradna degan, bu oyatdagi faradna degan so'z xos. Bir diqqat qilgan shohid diqqat qilamiz. Faradna degan so'z bu yerda xos. Xosun fit taqdir. Fit taqdir shar'iy. Yani şer'i takdirde. Takdir dedim diyen gap, faradanın bir ma'nosi nima? Qaddara. Takdiran. Takdir degan belgilash degan gap. Nima belgilani? Yani bayyana miqdarahu. Yani qaddara degan gap bayyana miqdarahu. Uning miqdorini bayon qildi degan gap. Yani uning miqdorini bildi, belgiladi degan gap. Miqdorini belgiladi degan gap. Endi so'zlaydigan gap. Alloh taolo to'yloqlarning miqdorini belgiladi, biz bildik degan bo'lsa, to'yloqlarning miqdori qanchalar? Endi bu xos, belgiladik degan hukm xos bo'ldi, hammayda. Xos bo'lgan bo'lsa, birisi qilib, endi bu to'yloq deganda bu miqdor yo'qniki. Oz ko'p demaymiz. Qanchalik bo'lsa, aql ittifoqlashsa, kinishsa, qanchalik bo'lsa bo'ladi degan bo'lsa, bilsin. Buni nimaga qiyos qilib, bu nikoh degan bir savdo-sotiqqa o'xshaydigan narsa bu. Shu savdo-sotiqni qancha pulga razilab, elisi bo'lganda, nikohda qancha pulga razı bo'lsa, bo'ladi deb uni qiyos qilsa, bu qiyosning o'zi Qur'oni Karimda bo'lgan xos faradlar biz belgili miqdorini belgiladi degan xos qarama-qarshi kelib qoldi. Qanday qarama-qarshi kelib qoldi? Endi bu to'yloq degandiki ikki taraf bo'ladi. Ikki tarafi. Yani Allah Teala belgiledik dedi, mançarak belgiledik, ancak belgiledik demedi. Belgiledik dedi. Belgiledik bildik. Lakin buniki hem de bilmegendikken bunu biz bildiğimiz iki taraf olur. Birisi yukarı taraf, birisi tüven taraf. Yani yukarı tarafını kanda bildiğimiz yukarı tarafını Allah Teala eğer sela o ayarlarını birlikte lev ataytunda qintaran diye ayette. Eğer ulağı bir qintarını versen diye gap çeksiz nuğulgan mal dünyayı versen mı? Onu hiç kimin eli olmamalı diyor ayette. Belki to'yloqdan ojiz ketib qolsanglar, hech kimin eli olmamalı diyor ayette. Qintara deganda bizim nima bo'ldi? Yuqori tarafidan chekiyor ekan. Ya'ni to'yloqni yuqori tarafining haqi 1 million basma butgan. Ana ayol bir ayol kishiga necha yuz ming to'yloq qiymatlab ketdi deb buni aytqash emas ekan. Ya'ni yuqori tarafidan chekiyor ekan. Hamda tuvan tarafiga, tuvan tarafidan chekiyor. Tuvan tarafidan chekish qanchalik desa, oyat miqdorni belgilash jihatda xos, lekin qanchalik degan jihatda mujmal. Mushunda bo'lib qolgan chaqda hadis ahadlar bo'lsa-mu, mujmalni nimaga? Mujmalni mufassarga aylantirish uchun yoki mujmalni muavvalga aylantirish uchun nima qilsa, miqdorniki qanchalikni bilish uchun nimalarni qilsak, xabar vahid bilan buni tafsili qilib ayirsak bo'laverdi. Biz usmaymiz nimaga? Yuqoriga biz degan amalni qilish bo'lmaydi, ziyoda qilish bo'lmaydi, balki mujmallikni nima qilgan, tafsili qilib ayirib bergan bo'ladi. Hadis shirib kelganki, hadisda, ya'ni to'yloqniki eng azi 10 dirham deb kelgan. Anladın? To'yloqning azi 10 dirham deb kelgandan biz sunnat orqali to'yloqniki 10 dirham ekanligini bildik. To'yloq 10 dirham kelgandan anda to'yloqning eng tuvanchiki 10 dirham ekan. Yuqori chekinligimiz yo'q ekan, cheki yo'q ekan deb bildik. Alloh taolaning belgilamasi qancha? 10 dirham eng tuvani. Tuvani 10 dirham bo'lsa butgan, ko'pi qancha bo'lsa butgan deganni bildik. Endi mushu xosning o'ziga andin biz uzukka, ya'ni
qanchalik bir hadisni ko'rib payg'ambar alayhissalom bir oyat o'qib qo'yganga nikoh qilib bergan, buningga uzukka nikoh qilib bergan degan hadisni keltiriblar. Ma unda ham eng tuvan to'ylarning eng tuvanchisi unda ham degan nimaga qarama-qarshi kelsa Qur'onniki xos qarama-qarshi kelgan bo'ladi. Qur'on kelim bu xos qarama-qarshi kelgan bo'ladi. Biz bu hadisni masalani beshitdik ekan. Ikkisiga amal qilish mumkin emas. Ma masalada İmam Şafii'nin qilgan qiyos bilan Qur'on kelimda bu xosni ikkisiga amal qilish mumkin bo'lmagandan keyin xos qiyos endi qoladi. Biz Qur'on kelimni xosga amal qilib ketaveramiz. Musannif nima deydi bu yerda? Musannif deydiki, Allah Teala'nın şu ayeti şer'i bir belgilemidir. فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ şu ayetki amel kılış بِاِتِبَارِ اَنَّهُ عَقْدٌ مَالِي فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ yani şu Kur'an-ı Kerim'de bu xasqa nima de bir etibar degan gap, yani qiyas qilib, yani bu nikah degan bir mali, malga ait bir soda, to'yloq degan pulga ait bir soda, andan keyin fayu'tabaru bil uqudil maliya. Andan keyin malga ait sodalarga, mal kelishimlarga, malga ait yani pul satış sodalarga qiyas qilinadi. Qiyas qilinib, fayakunu taqdirul mal fihi. Andan keyin buningdagi malni taqdir qilish, malni belgilash mavkulan ila ra'iz zawjayn. Yani ikki xotinninki ra'iga topshiriladi. Xuddi nimadagi soda satışdagi kelishim ikki og'ich satuvchiniki ra'iga nima qilgandek, topshirilgandek, kama dekarav Şafii, İmam Şafii rahimehullah qilgandek, mundaq deyilmaydi. Nimishqa Qur'on-i Kerimning bu xosdir, bu xosga qarama-qarshi kelib qoldi qiyas. Anladım. Şu qiyasga qachon kitobda bu xos qarama-qarshi kelib qolsa, qiyas tark etiladi degan misolni beraman. Ve farra'a ala hada. Endi mushunga binoan, ya'ni İmam Şafii'nin bu nikah degan aqd mali, yani so'zatga ait bo'lgan, pulga ait bo'lgan bir kelishim. Anda olgandan keyin bu mubah işte hukm chiqdi bundan. İbadet degan gap chiqmaydi. Tuvandagidek İmam Şafii'ning mushu qoidasiga asosan tuvandagidek bir muncha nimalar, hukmlar, masalalar nimalar yerilib, shaqlanib chiqadi. Birinci enne tehalliye li nefil ibadeti efdal minel iştigali bin nikah. Yani nefil ibadet kılış için hilvetli buluş, nikah bilen öyleniş nikahın üçlen karşılığı olandan evzel diyen hüküm. İmam Şafii'nin mezhebinde bir adamın hutun ağırlığından bakın evzel, bu hilvette oturup, gharlıda oturup zahidullah tesavvuf ki ibadet kına evzel değil. Ama bu şu kaidenin bu şu hüküm çıkıyor. Lakin bu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üstüdür bu. Anladın? En nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni diyen islaha. Anladın? Tenkihul ayama minkum diye Kur'an-ı Kerim'deki tul edemlege hudun yokluğu hudun hep bırakma yokluğu yokluğu egi bırakma diyen hükümdeki harmıqa çıkıdı bu. Ve abaha ibtalehu bittalaq keyfe ma şa'az zavcu min cemin ve tefriq. Ve İmam Şafii rahimahullah nikahni talaq bilan batıl qilishni mubah qildi. Keyfe ma şa'az zavcu. Eğer qanday xalasa shunda batıl qilsa bo'ladi. Min cemin ve tefriq. Yani xalasa talaqni bir paketda bersin bo'ladi. Talaqni min cemin degani bir paketda shu talaqni chugishsin bo'ladi ve tefriq. Eğer xalasa üç farklılıkka ayırıp düşürsün bunu. Bunu sünnet talak, ehsen talak, bid'at talaktan ayırıp oturmayız. Ve abaha irsale selati cümleten vahide. Ve İmam Şafii rahimehullah şu talakını biliyorlar, şu talak da çürütüşünü mubah kıldı. Umu mubah dedi. Ve ceale akden nikahı kabilen lil feshi bil hul'i. Ve İmam Şafii rahimehullah akden nikahını hul'i talak olan buzuşuna kubul kıldı. Akden nikah hul'i talak olan fasx qilishni ham qabul qiladi, fasx qilishni ham qabul qiladi, buzib o'tishni ham qabul qiladi dedi. Buning hammasiga Hanafilarda javob berildi, hammasiga. Bildim. Endi biz beşta ayırıp bergan edi. Talaqni 3 ga bo'lgan. Ahsan talaq, sunnat talaq, bid'at talaq deb hammasi buna bizning mazhabimiz bo'yicha. Uning keyinidan aqd nikoh bizning mazhabimizda nimani xulli talaq bilan tasdiq qilishni qabul qilmaydi. Xulli talaq bilan. İmam Şafii'ninki nazarida nikoh degan
aqd mali bo'lganligi uchun xulu degan bu nima? Bir mali. Fasx hisoblanadi. Uniki ko'z qarashda fasx. Lekin bizning ko'z qarashimiz uchun taloq bayin. Xul'i Hanafi mazhabida nima? Taloq bayin. Shafiy mazhabida cho fasx. Bu shuni desak bo'ladi. Chunki biz nima uchun buni nikohni biz nikohni nima uchun uqud mali demaymiz? Uqud mali bo'lish uchun cho'qim bir yerda saman, ya'ni bir yerda mol bo'lish kerak. Mamluk bo'lgan bir mol. To'yloqda bo'libdi bir tarafda to'yloq bor mahar. Lekin yine bir tarafda cho mamluk bormi u yerda? Mulk bormi? Bu ayol kishini to'yloq bermanga men oldim, sotdim degan emas u. Ya'ni men buni to'yloq bergan bilan bu to'yloq bilan ayol kishi xohlaganimni sotolmayman buni. Bu qul emas u. Qul emas. Faqat uni bilan halol yo'l bilan haromni saqlash uchun nikohlandim. U meni qulim emas deb sotadigan. Ha, demak, ma masaladagi Hanafi mazhabiga dalil intan kuchli. Shuning uchun uni keyin nima xul deganda shu nima bo'lgandan keyin xulu degan nima hisoblanadi bizning mazhabimizda? U nikoh, aqd mali bo'lmagandan keyin xulu ham nima bo'lmaydi? Fasx bo'lmaydi. Fasx degan nimaga ishlatiladi? Savdo kelishimiga. Savdoni buzish degan gap. Nikoh deganda taloq buzildi. Nikohni fasx emas, taloq buzildi. Xulu qadam taloq bayin bo'ladi. Va kazalika qawluhu ta'ala, ana shunday Alloh taolaning qavli hatta tankiha zawjan ghayrahu khasun fi wujud an-nikah min al-mar'a. Alloh taolaniki فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير الآية. Ayetin başında at-talaq marratan Allah Taala. Talaq degan ikki qatim bo'ladi. Undan keyin chiroyli o'tib qilish yoki chiroyli qo'yib berish deb kelib, undan keyinidan xuli masalasini bayon qilib, undan keyinidan fala junaha alayhima fi mabtadat bihi degan fala junaha alayha fi mabtadat bihi ayat deb kelib, undan keyin Alloh Taala فَاِنْ طَلَّقَهَا eğer o şu ayalını üçüncü talakını kılsa bu ayal bu erge فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ bundan keyin şundan poğandan keyin bu erge bu ayal hatta tenkiha zevcen gayrahu bu ayal üzüne şu avvalki evirden başka bir erge beğenmegüce üzüne başka bir erge nikahla beğenmegüce avvalki erge halal bulmaydı. Çokum başka bir erge nikahlanıp başka bir ergimizde biliş gerek degan ayetdeki tenkiha degan söz has. Yani ayol üzüne ergi bilish degan söz, üzüne ergi bilish degan söz. Yani demek bu muşu sözünün ma'nosi tenkiha degan söz nimaga dalolat qiladi desa, yani nikah ayol kishi üzüne ergi bilalaydi o. Ayol kishining üzüne ergi bilish huquqi bor degan ma'noni berdi. Endi unda olgandan keyin bir hadisni kelib Peygamber Aleyhisselam'daki bir hadisi hakkında ayol kishi üzüne ergi berse onun nikahı batıl degan hadisni biz kelsa bu ikisini bir yerde ikisini amal qilish mumkin emas. Qur'oni Karimning xos oyati nima deydi? Ayol kishining üzüne ergi beralaydi degan shuni bilyotdi. Hadis ayol kishi üzüne ergi beranmaydi degan shuni bilyotdi. Unda bo'lgandan keyin bu masalada Qur'oni Karimga xos amal qilamiz, hadisga amal qilmaydi u chog'da. Shuning uchun ma'ayadik ayol kishi bir qatim ergi tegib bu ayol kishi bo'lganligi uchun cho'ng ayol kishi. Cho'ng ayol kishi o'zini ergi bilalaydi, lekin kichik qiz bolalar o'zini bilmaydi. Uni gibi kichik qiz bolalar kelmaydi. Shuning uchun bu yerda ayyuma imratin deb nimaga kichik qiz bolalarga nima qilsa hamla qilsa bo'ladi hadisni. Kichik qiz bolalarga hamla qilsa bo'ladi. Nima deyapti bu yerda? Alloh taolaniki hatta tankiha zawjan ghayrahu degan qavli ayol kishi tarafidan bu nikohning mavjud bo'lganligi haqida xosdir. Fala yutrakul amalu bihi. Alloh taolaning mush qavliga amal qilish, mushu xosqa amal qilish tuvandagi hadis bilan tark etilmaydi. Payg'ambar alayhisalom rivoyat qilgan buni hadisni aytadi. Ayyuma mar'atin qanday bir ayol yüzüne velisining iznisiz ergi bersa, fa nikahuha batilun. Uning nikohi batıldır. Hem de me'adini bir gapni inchi kirmasin deb qo'yishim kerak. Bunda masalani deblam yugib, andadi shu velisiga deb qo'ymay, shu nikoh qilaversak o'tgan degan gap chiqmaydi bu yerda. Agar shunda bo'lib qolgan taqdirda zina emas. Lekin al-xuruju min al-xilafi sunnah.
Hem de ülemalarning ixtilofini chiqish sunnat. Yani İmam Azam kelib bir adam veli bilan nima qilsa, xotini olsa, voy, sen bu bundan ochila qolmaydi u. Veli bilan xotini olsa İmam Azam kelib ochila qolmaydi. Demak, jo'g'ini bular bir ummatga bir osonlik bo'lsin deb kamchilik izlagan gap. Bo'lmasa al-afdal val-afdal qolsa, tabiiyki hadis mo'jizat turganlik uchun, hadis agar rasululloh qolish uchun, hadis xuddi yolg'on bo'lib qolish ehtimoli qolgandek hadisniki, rost bo'lib qolish ham ehtimoli ham bor. Davomliq nima? Inna akramakum indallohi atqakum. Bunda masalada eng taqvodorlarni tutish kerak. Shuning uchun qanday qilamiz? Fatvoda cho'qim nima qilib, nimalar bu hozirgidek bo'lgan zaman buzilib ketgan chaqda, odamni vafo qilmagan chaqda, otani veliga nima qilib, veli bilan to'y qilinglar deb qo'yish kerak. Lekin yana bir taraf bor buniki. O'yladigan bo'lsak. Agar velilar nima qilmasa, bag'ilmasa qizlarning eliga. Zaman buzilib ketgan bo'lsa, shuning bilan u o'g'ilvallik qizlarga muhabbatlashib berib zina qilish uchun. Nikoh qilsa tushmaydi ekan. Veli bermasa deb nikoh muqtmay zina qilish uchun. Bu chaqda ahvol bunday bo'ldi. Masala bu yerda. Bunda ahvolniki bu Qur'on Karimda hukmeti mujda fiqh olimlarimiz buni yo'l chiqib bergandan keyin agarda ham ota-onasi qo'ymasa, bu ikki biz xato yosh ko'rib ketdi. Bu qulni uchun tutish harom. Nikohni o'qitib, hay guvohchilik, tuzuk guvohchilik qilib nikohni o'qitib, keyin borgan chog'da ota-onasi maylidan nima o'qitib ruxsat qilsa, endi nikoh kuchli bo'ladi. Zina qilgan bo'lmaydi-da. Abadlabad uzoq qolmaydi-da. Bunda gap bu. Shariatning hukmini o'rganda, unda hissiyatga tayinib turib demaydi fuqarolar. Hissiyat qat'iy bir yana qilib qo'yamiz. Buni faqatlam shu masalihul mursala, ummatniki manfaatga uzitilgan gap. Xo'sh. Endi va yatafarra'u minhu. Endi mana mushu qoida, mushu asldan yuqori degan nima mushu xasni hukmidan, ya'ni ayol kishidan bu nikoh mavjud degan xasni hukmidan tuvandagidek hukmlar shaxschilik tuvandagi masalalar hammasi shaxlanib, tarmoqlanib chiqadi. Masalan, al-khilafu fi hillil wat'i ve luzumil mahri ve nafaqati ve sukna ve vuku'it talaq. Yani vati qilish, ayol kishining vati qilishning halolligiga ixtilof. Endi velisiz to'y qilgan ayolni vati qilish halolmi desa, İmam Şafii'ning mazhabida harom. İmam nimada Hanafi mazhabida halol. Zina qilgan bo'lmaydi. Ve luzumil mahr, to'yliqning lozim bo'lishi. Bir ayol kishi velisiz nikohlangan uznaga bo'lsa, velisiz uznaga kelgan bo'lsa, Hanafi mazhabida er kishining yerdagi to'yliq lozim bo'ladi. Ayol kishi Şafii mazhabida lozim bo'lmaydi. Chunki bu zina qildi, zina degan to'yliq lozim bo'lmaydi. Va nafaqa, chiqim, xotinning chiqimini bilish, uy tutib bilish deganlar hammasi Hanafi mazhabida lozim keladi, Şafii mazhabida lozim kelmaydi. Va vuqo'it taloq, taloqning tushishi. Endi Hanafi mazhabida bir odam ayol kishini nima qilgan bo'lsa, velisiz nikoh qilgan bo'lsa, buni taloq qilsa taloq tushadi. Şafii mazhabida taloq tushmaydi. Nimishqa? O'zining xotindan emas, yatni taloq qilinmaydi-da. Va nikohi ba'da talqati salas ala ma zahaba ilayhi qudama va ashabihi. Hamda İmam Şafii'ning qadimgi ashablarining qadimqilari İmam Muzani degandek bag'an 3 taloq qilib bo'lgandan keyin agar shu velisiz nikoh qilgan ayolning eri 3 taloq qilayotgan bo'lsa, 3 taloq qilib bo'lgandan keyin nikoh olamdi desa, Hanafi mazhabida olinmaydi. Nima uchun Şafii mazhabida shu eri 3 taloq qilib bo'lgandan keyin nikoh oladi. Nima chunki nima tushmagan, u nikoh tushmagan da avval deydi. Endi lekin Şafiilarning keyingilar mutaaxir olimlari İmam Navaviy degandek masalan, ular nima degan? Nikoh qilmaydi, nikoh tushmaydi. Nima? Ehtiyot uchun. Ehtiyot uchun nikoh tushmaydi degan. Uni ehtiyot qilish uchun 5-dagi ehtiyot uchun nima degan? Velisiz nikoh tushmaydi dedi. Ammo masalada bu 3 taloq bo'lgan bo'lsa, unga endi nikoh tushmaydi, ehtiyot uchun. Kimkilar ehtiyot yo'lini tutdi. Shuning uchun biz sen ehtiyot yo'lini tutgan nima afzalroq. Lekin masala zina qilishga bo'lgan bo'lib qolsa, bu chog'da nikoh tutib, guvohchilik turib akilib, musulmon guvohchilik akilib nikoh qilsa bo'ladi. Agar shu ayol kishi bilan nikoh o'qitmasa, bu zinoga tushib qolgan ahvol bo'lgan bo'lsa, ota-onasi bermaydi. Andin. Agar qilmasa nafsiyatdan kelib zina qilgan bo'lsa,
Bu aşım tuluk ekilip tutup nikahını kuşsun. Balız olan çağda kuşuldu atanız. Atanız kuşalsa hiç kimle ihtilaf kalmaydı çağda. بخلاف ما اختاره المتأخرون منهم ولادن كين كعلمlar اختيار قال meselelerindeki hilafı bilendeydi o. Benim bugün gidersin bir şey ahirleşti ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala hayr halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.